Salom do'stlar, sizlar bilan Ulug' Gaming. Bugun sizlar bilan moblarga aylanish nimasini ikkinchi qismini olamiz. O'tgan ko'rmagan bo'lsanglar kanalga o'tib ko'rishlaringiz mumkin. O'tgan qismda biz temir topib qo'ydik. Unda boshladik. Temir ushdan pishibdi. Xo'sh, biz nima qilamiz? To'xtanglar do'stlar. Mana qaytdik. Endi biz temir topishga ketyapmiz. Creeper. Creeper qoch. Yasdi qilib qol Creeper. Chiqib bitta mana elektr oldim-da o'zim bilan. Sizlar ko'rishlaringiz uchun. Sekin. Endi bitta almos topish kerak. Qani? Bu redstone ekan. Bu bo'lmaydi do'stlar. Bo'lmaydi do'stlar, bu redstone. Almos qidiryapti. Almos qayerda ekan? Oltin tezini ketadi do'stlar. Bittamiz bo'lganda oldim so'ta. Unda almos topishga ketdik. Bo'pti do'stlar, uyga ketyapman. Qaytdan chiqaring. Bana bobom Murod. Almos topdim. Bugun ikkinchi qismdan iborat ekan xolos. Bugungi maqsadimiz almos topish deb qo'ydim do'stlar. Mayli. Va nihoyat. Bunchalik ko'p chiqishini o'ylamadim. Bo'ldi do'stlar. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi demayman. Chunki bu kam bo'lib qoladi-da. Mayli, boshqa narsa. Almos topib bo'ldi, almosga inamiz bo'lmasa. Bunlardan almos bormikan? Almosni rot. Voy, rot. Nasıl olarken? Yana almos topdim. Yashab qo'ygan. Bo'lsa kerak almos. Yana mana qidiraylik bor.
yürüyler. Yana bir iki qidiraylik. Öldüm. Qoch! Qoch! Mayli, sizlar bilan xayrlashay. Keyingi videoda uchrashguncha do'stlar. Bo'pti. Mana shu o'ldirib tashladim. Bo'ldi. Bo'pti do'stlar.